150 gektarga yaqin yeri bor Sharafudin akaga avtopilotni o'rnatib berdik. Hozir o'rganish jarayonlari bilan o'rnatish jarayonlari ketmoqda. Hozir o'zlaridan bemalol so'raymiz, qanaqa jarayonlar bo'lyapti. Ya'ni bu apparatimiz mos keldimi, mos kelmadimi? Assalomu alaykum barchaga. Bugun Samarqand viloyati Payariq tumanidagi Shirin sayohat fermer xo'jaligidagi egalari Sharafudin akaning oldiga kelganmiz. Bekorga emas, avtopilot moslamamizni o'rnatib berdik. Sharafudin aka, nimaga o'rnatdingiz avtopilotni o'zi? Nima undadi sizga o'rnatishga? Men telefonda ko'rib qoldim bu kishilarda, eldorlarda. Telefonda ko'rib qolgandan keyin biz har zaman no'xat egamiz, boshqa narsa qilamiz. Nimaga narsa yegadigan bo'lsak, bu avtopilotni boya qulayliklari ko'p ekan. Nima aynan qulaylik bo'lganligi siz olishga harakat qildi bu narsa? Qulayligi endi men to'g'ri kelyapti. Ertaga biz ishlov berishda ham analarida haligi masalan nimaga narsa yekkan bo'lsak, yekkan narsalarimizni ishlov berishda ham qirqmaydi, boshqa narsa qilmaydi. Agar biz qo'l bilan ligrovka qiladigan bo'lsak, sal traktorda qo'l bilan qimirlatib yuborsa, qirqib ketadi, boshqa narsa qiladi. Bunda o'zi regulirovka qilgandan keyin hech qachon qirqmaydi. Qulayliklari juda ham ko'p. Mana ko'rishlaringiz mumkin, o'zingiz ham ko'rib tursiz. Tekis qilib nima qilyapti? Ha, yaxshi. O'rganyapti Sharafudin akaning o'g'illari, bog'da chiroyli qilib, dalalarni haydab, ekinlaringizni o'sha o'zingiz aytgandek tekis bo'lgandan keyin kultivatsiya jarayonlarida ham nobud bo'lmaydi mahsulotlaringiz. Kultivatsiya jarayonida nobud bo'lmaydi. Bundan keyin bizlar bunga diska olamiz, qirqaydigan karshapka qilamizda buni. Qirqamiz boyag'idan, buni qirqib ketgandan keyin orqasidan kombaynimiz bor, birdan yig'ib ketaydigan. Qo'l mehnat, qo'l kuchini kamaytirish maqsadida qilyapmiz biz hammasini. Qo'l kuchini kamaytirish maqsadida. Qo'l kuchini kamaytirish. Pashta bizda qo'l kuchi bo'lmaydi hozir bu yerda endi. Biz masalan no'xat egayotgan bo'lsak ham, erta mosh egayotgan bo'lsak ham, boshqa narsa qilsak ham, shu bilan agar biz ekadigan bo'lsak, qo'l kuchi bo'lmaydi. Hammasini boyag'idan traktor qiladi. Mana bu traktorimiz mosh egadigan bo'lsak, ertaga moshni bir kultivatsiya qilamiz. Orqasidan bizlarda diskamiz bor, o'zimizda shunday tagidan 76 ga qo'yilgan. Shunday tagidan haydaymiz, 40 chiqadi. Uni orqasidan kes kombayimiz bor bizlarda. Kes kombayimizda boyag'idan bitib, yig'ib birdan apparatdan chiqarib ketadigan narsasi bor. Podborjatka deydi. Podborjatkamiz bor. Podborjatkamiz bilan boyag'idan yig'ib ketaveramiz. Qo'l kuchi yo'q bizlarda, yo'q bo'ladi. Biz bu yerda tog'da yashayapmiz. Odam qo'l kuchi juda ham topish problema bu yerda. Shuning uchun shu maqsadda bizlar buni qo'yyapmiz. Qo'l kuchi yo'qligi uchun mana shu maqsadda qo'yyapmiz. Yig'im payti ularga oylik to'lash kerak, odam topilmay qoladi. Ham katta pul rasxod qilishimiz kerak boyag'idan. Odam topilmay qoladi shu vaqtlari. Shuning uchun hammasini texnika bilan rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa qancha vaqtda pulni chiqarib olmoqchisiz aka? Yaxshi ishlab tursa 1 yil 2 yilda chiqadi, xudo xolasa. 1 yilda chiqarib olmoqchisiz? Xudo xolasa qani ham chiqarib olsak, deymiz, harakat qilamiz. Chiqarib olishga harakat qilamiz. Zo'r. Chiqarib olishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Boshqa fermerlarga tavsiya qilasizmi? Qo'ysa juda ham tavsiya qilaman. Qo'ysin, hamma qo'ysin mana. Hamma qo'yish kerak. Hamma fermer qo'yish kerak. Qancha qo'ysa, qancha kishi qo'ysa qo'ysin, lekin o'zini foydasi uchun qo'yadi-da buni. Qo'yadigan odamda. Hech qanaqa minus tomoni yo'q. Yo'q, minus tomoni yo'q. Faqat plus tomoniga ketadi. Bu yaxshi bo'laveradi, naborat plus tomonga qarab ketaveradi agar buni qo'ysa. Yaxshi. Ishi. Zo'r. Mana Eldor aka avtopilotni o'rnatib berdik. Hozir o'rganyapti. Sharafudin akaning o'g'illari mana joylardan tekis qilib olyapti. O'zingiz ko'rsatib berdingiz. Qanaqa foydalari bor? Ya'ni 1 yil ichida pulni chiqarib oladi deganmiz. Qanaqa foyda bo'ladi? Benzindan qanaqa foyda qiladi? Salarkadan yoki kultivatsiya jarayonlaridan o'shalarni bir tushuntirib bersangiz, obunachilarimizga boshqalar ham olishi mumkin. Biz tajribadan kelib chiqib aytamiz. Tajribadan kelib chiqqanda biz avvalgi mijozlarimiz yoqilg'ini o'zidan gektariga 30% gacha tejaganlari bor. 30% gacha bu traktorning rusumiga qaraydi. Qanaqa traktor rusumi, uni qanaqa sarflaydi, 30% gacha tejaganlari bor. Biz va'da bera olamiz, 30% gacha bular xudo xolasa yoqilg'ini teja oladilar. Zo'r. Bundan tashqari biz tekis ekkanimiz sababli bundan bu yoqdan no'xat ekiladi. No'xatning urug'ligidan ancha tejab qolamiz. Bu 15%dan 20% gacha. 20% gacha urug'dan tejab qolamiz. Urug'ni o'zidan. Ana yana keyingisi bu kultivatsiya jarayonida bo'ladi. Kultivatsiya jarayonida Sharaf akam aytganidek 100 gektarning o'zidan kamida 5 gektar niholni, 5 gektarlik niholni o'zini tejab qolish imkoniyatimiz bor. Shu paytgacha bu avtopilotsiz ekilganda 100 gektardan
5 gektar shunchaki bosilib, kesilib ketgan. Ya'ni mahsulot, ya'ni no'xat mahsuloti kesilib ketgan. Mana shuni ham Xudo xolasa 5 gektarni, 5 gektar ham yaxshigina summa bo'ladi. Anchagina summa bo'ladi. Bu pulga chaqqanda qanaqa 5 gektar no'xatning puli qancha bo'ladi? Pulga chaqqanda. Pulga chaqqanda 2,5 million so'm pul bo'ladi. 5 gektarniki? 5 gektardiki. Har bir 100 gektardan. Ha. Har bir 100 gektardan Shunaqa. agar 2,5 million so'm olgan bo'ladigan bo'lsa, misol uchun kimdadir 500 gektar no'xat ekaladigan bo'ladigan bo'lsa, 5 gektarning o'zidan 10 milliondan ziyod bu oddiygina kultivatorning o'zidan iqtisod qiladigan bo'ladi. Bu hali kultivatorning o'zidagi iqtisod qilingan bu yoqilg'i yoki o'sha vaqt, eng asosiysi vaqt, chunki apparatura kun tunni yoki ob-havoni saylamaydi. Faqat dalada sharoit bo'lsa, o'sha yonidagi boshqarib turuvchi xohlagancha uni tajribasi bormi, yo'qmi, uni yoshidan qat'iy nazar, uni qarab turadigan odam bo'lsa 24 soat ishlab beradi. 24 soat o'sha ekonomga ishlaydi va siz o'sha ancha oldin, masalan, bir hafta oldin ekilgan narsa qanaqa-yu, bu yerda 2 hafta oldin ekilgan narsa qanaqa. Biz bir traktorda ekadigan nima maydon 100 gektarni bir haftada ekyapsiz. Bunda 24 soatlab ekaman degan bo'lsangiz, bu 2 kunga tushadi. Bu ya'ni samaradorlikni o'zini bir haftaning ichida kamida 4-5% ga, o'sha 4-5 baravarga oshiryapti. Bu samaradorlik bo'lgandan keyin faslning kelishi bor. Har xil fasl bor. Chunki yog'ingarchilik partiyadan keyin ancha vaqtgacha ekib olmaymiz. O'shaning uchun oldindan mana bir hafta ichida 2 kun quyoshli kun bormi? Bir haftalik ekinni 2 kunda o'rnatamiz. O'zidan masalan lalmiyelda yomg'ir keladi, sug'orib qoladi. Bu degani kamida 4-5 barobar oldindan hosil olishga biz o'zi nima sezamiz? O'zimizda ehtiyoj 4-5 barobar oldindan hosil olishga o'zimizga ishonch qilamiz. Ya'ni bu faslning kelishi lalmiyelda ana o'sha yomg'irning kelishiga bog'liq. Chunki yomg'ir har payt ham kela olmaydi. Yomg'ir hamma vaqt planli keladi. O'sha ob-havoga qarab, o'sha ekadigan kunni yomg'irli kundan oldin qo'yib, chunki ekkandan keyin yomg'ir tushadigan bo'lsa, ilarli yerda qancha ertaroq tushadigan bo'lsa, shuncha ertaroq ko'karadi. Shuncha ertaroq hosilga kiradi. Bu sentrinning o'ziga sentrinning o'ziga shundoq nima nisbatan yaxshi hosil beradi. Endi bizda hozir kunda baribir sizga ham, menga ham, sizga ham eng kerakli sog'liq. To'g'ri. To'g'rimi? Sog'lig'imiz bo'lmasa nimadir ish qila olmaymiz, boshqa narsa qila olmaymiz-da. To'g'ri. Aytayaptiki, traktorda haydayman deyapti, qiynalardim deyapti. Misol uchun kun tun bir xil haydash kerak, charchaysiz, toliqasiz, nimadir bo'lishi mumkin baribir. Asab degan narsalar bor, asab chiqib ketishi degan narsa bor. Asabdan keyin boshqa narsalar bo'ladi. Dedi. Avtopilot o'rnatganimdan so'ng o'zi haydayapti. Men faqat tomosha qilyapman deyapti. To'g'ri. O'tirib tomosha qilaman deyapti. Shunday. Ya'ni sog'liq tomonlama menga plyus bo'ladi deyapti. Bo'lyapti hozirgi kunda deyapti. Ya'ni Xudo xolasa siz ham, mana shu farzandingiz ham haydaganda xuddi shunaqa narsalarni bizga aytasiz. Xudo xolasa aytamiz, biz mana telefonda oldiq aytamiz. Xudo xolasa. Biz Sharof aka bilan anchadan beri o'sha telefon orqali gaplashamiz. Bundan keyin ham o'sha bizniki bo'ladi, alohida o'zi shaxsiy telefon. Biz o'sha yer qaysi burchagida bo'lsak, o'zimiz shaxsiy telefonimiz ham, qo'l markazimiz 24 soat. U yerda faqat operator o'tirmaydi, 24 soat o'sha injenerlar o'tiradigan o'sha operatorga telefon qila olasiz. Bu oddiy operator emas, bular injenerlar. Soat kechki 3 ta bo'ladimi? Shu tonggi 3 ta, tonggi 2 da, tong bilan 6 dan farqi yo'q. Xohlagan paytda muammo chiqadi sizda, telefon qilasiz, telefon qilganingiz zahoti sizga ulanishadi, shuni o'zida muammongizni hal qilib berishadi. Demak, soat 3 da traktorga nima bo'lib qoldi? O'sha paytda o'zi telefon qilasiz, 5 minutda ishingiz hal bo'ladi. Yana 3 dan 5 minut o'tganda siz traktor yana ish holatda haydab ketadi. Buning uchun o'sha mana soat 3 da telefon qil, u telefonni ko'tarmadi, ertalab 9 gacha kut, yana bir kun oralig'i o'tib ketmaydigan daraja, ya'ni o'sha operativlikni oshiradi. Siz yana o'rtada yana bir kunni yutib qolasiz. Shunaqa. Atar Agro kompaniyamizni tanlab, bekorga adashmaysizlar. Nima deganda 24/7 servis xizmati bor, ya'ni xohlagan kunni, xohlagan payti, kechasi kunduz bemalol telefon qilib, nimadir muammo bo'lsa aloqada bo'lib turamiz biz. Shuning uchun ham bizni kompaniyamiz tanlashmoqda. Yana bir narsani qo'shimcha kiritib o'tamiz. Bizda nega 24/7 qo'llab-quvvatlash tizimi mavjud.
Ya'ni bu bizani avtopilot apparatimiz tunu kun ishlashga mo'ljallangan. Ayniqsa ekin paytida har bir soniya muhim dehqon uchun. Chunki hozirgi kelayotgan ob-havoning injiqligi, yog'ingarchilikni xudo xolasa yaxshiligi tufayli ekinni kunini kechga qoldirib bo'lmaydi. Xohlagan paytda siz soat kechki 12 da, tongi 3 da, tongi 6 da telefon qilishingiz mumkin. Bizda call centerimizda oddiy operatorlar emas, maxsus tayyorgarlikdan o'tgan injenerlar sizga javob beradi. Masalan, siz soat tongi 3 da telefon qiling, 5 daqiqa ichida sizni muammongizni hal qiladi. Soat 3 dan 5 minut o'tganda sizni traktoringiz yana ishchi holatga kiradi va davom qildirasiz. Ertalabki 9 gacha, 10 gacha kutish yoki alohida bu kunlab kutish shart emas. Dalani o'zida operativ holatda, ishchi holatda ishingizni davom qilib ketishingiz mumkin. Xudo nazar tushgan yerlar, keng, bepoyon joylar. Mana yil yaxshi, bu yil xudo xolasa. Yog'ingarchilik yaxshi bo'lyapti. Yog'ingarchilik yaxshi. Yerni aytaylik, eski. Masalan, nimamiz ham eski baribir, to'g'rimi? Orudiyamiz ham, ya'ni selkamiz eski. Eski o'sha selkada eksak, eski traktorda ekadigan bo'lsak, avvalgi o'sha pisoriqlar ekadigan bo'lsak, traktorchi ham ertalab 12 da ishni boshlasa, 5 ga tugatsa, oylikni shu oylik olaversa, ertaga yog'ingarchilik ham bunaqa bo'lib turadigan bo'lsa, kultivatsiyada yo'qotadigan bo'lsak, salarkada yo'qotadigan bo'lsak, ertaga no'xatni narxi o'shanga yarasha qimmatlashadi. Chunki xarajat qoplash kerak. To'g'ri. Biz nima qilyapmiz? Yerga biz qo'shimcha ilm qo'shyapmiz. Shunday. Ilm. Bu hammasi ilmni tagida. Ilm, bu yog'i o'sha texnologiya. Bizga nima beradi? Yangi traktorimizni o'rnatamiz. Bu eski bo'lsin, yangi bo'lsin, selkani farqi yo'q. Qanaqa ekadi? Zamonaviy bo'lsa, u ham yaxshi. Bir xil ekamiz, bir xil chiziqda. Ertaga bu baribir yomg'ir yog'gan paytida ham qisqa yomg'irlar bor, boshqa bor. Suvni bir xil ichishga juda ham yaxshi yordam beradi. Chunki bir xil teksturada yomg'irni sizib kelishi ham bir xil bo'ladi. Ertaga qiyshiqda qanaqa to'siqlar bilan keladi, qaysidir qismiga suv yetmay qolishi mumkin. Ertaga uni kultivatsiyasi bor. Bu tekis ekkandan keyin o'zini xotirasida bu kartani saqlaydi. Shu millimetrgacha aniq. Masalan, men shu karta 35 gektar joyga keldi, shu karta A karta deb saqlab qo'yasiz. Kultivatsiyaga ham shu nuqtaga kirasiz, A kartani ochasiz. Knopkani bitta bosasiz, kultivatsiya bitta ketadi. Xudo xolasa 100% gacha niholangizni butun saqlab beradi. Xudo xolasa shunday bo'lsin. Bu demak 30% ni yo'qligini oldik deylik. Boyagi 100 gektardan 5 gektarni yo'qotmaydik deylik. Traktorimiz bir xil chiziqda yurdi. Traktorning birinchidan uni texnik holati yaxshi saqlanadi. To'g'ri. Chunki motorga juda ham foydali. Bir xil stabilniy tezlikda yurishi, boshqa nagruzkasiz yurishi. Ana yoqilg'i ham tezlikdek bu xalqning o'ziga o'sha xomoshani, ya'ni o'sha no'xat ekdik deylik, no'xatni arzon tushishiga olib keladi. To'g'ri. Bu xalq farovonligini, o'sha yashash tarziga juda ham katta ta'sir qiladi. Bitta fermer shuni ishini olib borsa, ertaga 10 ta, ertaga 100 ta, 1000 ta fermer shu ishni qiladigan bo'lsa, bizning xalq boshqacha yashashni boshlaydi. Rivojlanadi. Buni tagida oddiygina bir ilm, ozgina ilm bor. Ozgina ilm. Chunki bu O'zbekiston, bu Samarqand. Samarqandda qanaqa buyuk insonlar o'tgan. Samarqand eski poytaxt. Shu O'rta Osiyoning eng sivilizatsioniy nuqtasi. Bu yerda ilmli odamlar juda ko'p. Mana siz bilan anchadan beri suhbat qilamiz, telefonda qilamiz. O'zingizda ham qanaqa o'sha katta o'sha nima bor sizda? Ayting, katta tajriba bor. Biz o'sha fermerlardan olamiz tajribani, ozgina ilm qo'shgan bilan o'sha biz tejab beramiz xolos. Tejab bilan o'sha kelayotgan nima rasxodlarni tejaymiz. Bu oldindan yerga kalibrovka qilish. Buni hozir shopirga o'rgatish maqsadida qilib turibdi. Ertaga shopir bunaqa borib kelib kalibrovka qilib bo'lmaydi, yurmaydi. O'sha kartani o'zini saqlanib qiladi. Bir marta shuni boshdan tushadi, bitta knopka ketdi. Hozir baribir nima edi, nastroykasiga, boshqasiga yerga moslash uchun, haydovchiga o'rnatish uchun alohida ozgina vaqt kerak bo'ladi. To'g'ri. O'sha vaqt uchun bolalar o'rgatyapti. Hozir o'shani o'zida ham hozir to'shnisini ko'rasiz. Hozir 3-marta borib kelgandan keyin bir qator o'lchab chiqamiz. Kami bo'lsa endi bu yerni главный traktorimiz to'g'ri yursa, bu biyani o'zim hammasi biya biz o'zimizdan olmamizdan bo'ladi-da. Bu o'zimiz qilamiz hali. Fermerning o'zining tajribadan kelib chiqib hammasi. Ya'ni o'xshatamiz. Uskunani eng asosiy vazifasi o'sha aniqlikni nima qilib bersa bo'ldi, belgilab bersa bo'ldi. Bu yo'q o'sha fermerning tajribasi. Shunday. Xudo xolasa o'sha yaratganni bu yerda ob-havoni berishi, hosilni yaxshi qilib berishi, xudo xolasa biz bir sababchi bo'lib bersak bo'ldi mana shu narsa. Shunday.